Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 10-darsimizda dasturlashning eng vizual va tartibli operatori, ya'ni switch case ni o'rganamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, if else bor, switch nega kerak? Tasavvur qiling, sizda bitta o'zgaruvchi bor va u 20 xil qiymat olishi mumkin. If else ishlatganingizda protsessor ham bir shartni birma-bir tekshirib chiqishga majbur. Switch esa ba'zi holatlarda jump table, ya'ni sakrash jadvali deyiladi, texnikasidan foydalanadi. Bu esa dasturning tezroq ishlashiga yordam beradi. Bugun biz oddiy tanlovlardan tortib murakkab mantiqiy zanjirlargacha ko'rib chiqamiz. Switchning ishlash prinsipi juda oddiy. Bitta ifoda beriladi va u bir necha case'lar bilan qat'iy solishtiriladi. Keling, xato qilish oson bo'lgan nuqtalarni ko'ramiz. Masalan, endi kodni qisqa qilamiz, tahlil qilamiz. E'tibor bering, bu yerda switch ichida type correction, ya'ni turini majburiyat o'zgartirish bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda status ichidagini aytyapman. Ya'ni 200 stringi 200 raqamlarga teng emas. Dars davomida bunga juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Aytmoqchi bo'lgani, switchda status cost degan o'zgaruvchimiz bor va bunga 200 ga teng. Ya'ni bu, nima desam, bu qiymatdan boshqa ajralmaydi, o'zgarmaydi. Buni dars davomida ko'rib chiqamiz. Endi ko'pchilik breakni shunchaki yozish kerak deb o'ylaydi, lekin uni qachon yozmaslik kerakligini bilish bu mahorat. Biz hozir foydalanuvchi huquqlarini tizimini yozamiz. Boshini ko'rib chiqamiz. Buning uchun yangi misol keltirilgan. Bir xohlasalar ko'ramiz, Google'da qanday chiqar ekan. Bu birinchisi ishlamaydi. Ikkinchisi ishlaydi, bu noma'lum. Ko'rib chiqamiz. Ko'rganlaringdek muvaffaqiyat 200. Ya'ni bu bizning ikkinchimiz ishladi bu yerdagi. Endi boshqa kichik misol.
qisqa tahlili bu yerda agar user essiz, ya'ni buni ochdik, admin bo'lsa va biz breakni olib tashlasak, admin nafaqat boshqaradi, balki tahrirlaydi va o'qiydi ham. Bu fault thrown, ya'ni pastga tushib ketish deb ataladi. Biz bu orqali iyerarxik ruxsatnomalar tizimini yaratishimiz mumkin. Va chiqtisini ko'rsak, ko'rganlaringdek tahrirlash va o'qish chiqdi. Oxirgi ikkitasini ishlatib berdi bizga sistema. Dasturchilar orasida eng kuchli usullardan biri bu switch true. Bu usul switchni xuddi if else kabi diapazonlar, masalan 10 dan katta, 50 dan kichkina bilan ishlashga majbur qiladi, xuddi if else kabi. Buni ham kichik misol bilan ko'ramiz. Bu yerda mantiq shunday: switch tepada turgan true qiymatini ko'rganlaringdek qoldiradi. Qaysi case ichidagi qavs true natija bersa, o'sha blok ishlaydi. Bu kodni o'qishni osonlashtiradi. Endi ko'rib chiqamiz qisqacha. Ko'rganlaringdek siz premium mijozsiz, burada 150 ming pulimiz bor. Endi buni kamaytiramiz. Masalan, xuddi shunday ko'rganlaringdek siz standart mijozsiz, ya'ni bu yerdagi true beryapti. Endi pulni yanada kamaytiramiz. Ko'rganlaringdek siz oddiy mijozsiz, ya'ni oxirgisi true berdi. Bu yerdagi narxlardan pastroq bo'lgani uchun. Endi yana bitta kichik misol qilamiz. Yani bu darsda ko'p o'rganganlarimiz qo'shib scope muammosi degan kichik misol keltiramiz. Masalan, switch step. Qo'shimchalar kichik loyiha bo'ladi bu. Ko'rganlaringdek bu yerda misollarimiz, ya'ni switch case'da ishlatilishda xato yo'llari, case ichida o'zgaruvchi tanlash, tanitish, bu shunaqa narsalar. Switch ichida o'zgaruvchi e'lon qilmoqchi bo'lsangiz, case ichida yana jingalak qavslar ishlating. Case'lar ichida jingalak qavs deganda xuddi bu yerda ko'rganingizdek mana shunaqa qavslar ishlatamiz. Bu o'zgaruvchilik amal qilish doirasini scope chegaralaydi. Bu endi bu mavzuda qilinadigan xatolarni ko'rib chiqdik. Kichik bo'lsa ham.
Keling endi haqiqiy senior darsidek hammasini birlashtiramiz. Biz hozir ham amalda ham valyutani hisoblaydigan kichik finansal tool yasaymiz. Va har doimgidek bu yerda nima qildik? Bu yerda yevro bilan e, dollarda hisoblaydigan kichik valyuta qildik. Endi ko'rib chiqamiz. Ishlayaptimi yo'qmi? Ko'rganlaringdek bu yerda 100 dollarimiz bor edi. 1250 ming so'm qildi. Endi 200 dollarga qilib ko'ramiz. 200 dollar ko'rganlaringdek 2,5 million so'm bo'ldi. Endi 1000 qilaylik. Ko'rganlaringdek 12 million 500 ming so'm. Ya'ni loyiha kichik loyiha ham ishlayapti. Bugun biz switchni shunchaki operator emas, balki arxitektura vositasi sifatida o'rgandik. Ko'rganlaringdek mantig'i juda oson switch case'da EFL'ga qaraganda ko'proq narsa qilsak bo'ladi. Ya'ni bunda chegara uzunroq, ko'proq loyiha va ma'lumot. Bu JavaScript'ni asosan algoritma qismi. Bu juda muhim qism. O'rganib olsalar erta kelajakda juda kerak bo'ladi. Ya'ni backend qismida ko'pincha algoritma ishlaydi dizaynga qaraganda. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Videolarga like bosib qo'yasizlar. Keyingi darsda